oxirigacha ko'rmaydi. Уже bizada 3-ayol o'zini rak kasalini shifosini topdi. Ana ruh, aql. Aynan men qo'yayotgan maqsadlarimni darajasi buncha bo'lgan, men bo'lsa bu yerda bo'lganman. Aynan siz ham meni o'rgatgan maqsad yozish formulam orqali bu maqsadlaringizga tez erishish imkoniyatingiz bo'ladi. Muammosi bilan keladi, aynan shu muammoni ustida ishlaydi va bu muammoni ustida ishlab natijasidan chiqib ketadi. Ya'ni pulga o'smoqchiman, daromadga o'smoqchiman, o'zimni qalb kasbimni topmoqchiman, moliyaviy mustaqillikka chiqmoqchiman, o'zimni zo'r versiyam yaratmoqchiman. Nima uchun ko'pchilik maqsadiga erisha olmaydi? Maqsad yozish formulasi. Birinchi bosqich bu maqsad aslida kimniki? Eng xato joyi xohlayman degan gap. Chunki siz xohlayman deganingizda siz bunga ishonmaysiz. Bu sizniki emas va bu siz uchun emas. Bu prosta xohlaydi, tushunasizmi? 10 ta maqsad yoziladi va 10 tadan 2 ta, 3 tasi hayotingizda bor narsalarni yozasiz. Ko'pchilik ayollar o'ziga maqsad qo'yadi. Yil boshida, oy boshida, hafta boshida, kun boshida, masalan, dushanba kuni. Hattoki juda ham ko'pchilik ayollar orzular xaritasi ham yaratadi. Lekin oradan 3 oy, yarim yil, 1 yil ana bor o'tadi, lekin hech qanaqa deyarli hech narsa hayotida o'zgarmaydi. Va insonda shunaqa savol paydo bo'ladi. Nima uchun meni hayotimda hech narsa o'zgarmayapti? Men nimani noto'g'ri qilyapman? degan savol paydo bo'ladi. Faktiski o'zini keyin ayblashga tushadi. Любой inson, maqsadlari amalga oshmagan insonni o'zida o'zini o'zi aybdorligini his qilib, aybdorlik rejimiga tushib, o'zini ayblashni boshlaydi. Men yetarlicha harakat qilmadim, может быть, disiplina qilmadim, hamma ayb o'zimda va hokazo. Faktiski to'g'ri, yetarlicha harakat qilmagan bo'lishingiz mumkin. Disiplinangiz bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin aslida eng asosiy muammoni ildizi qayerda deysizmi? Albatta, maqsadni noto'g'ri qo'yishda. Biza agarda disiplinamiz zo'r bo'lgan taqdirda ham, harakatlarimiz chotki bo'lgan taqdirda ham, lekin agarda biza maqsadimizni aniq to'g'ri qo'yib yozib olmagan bo'lsak, bizani harakatlarimiz aynan bizani maqsadlarimizga yo'nalmagan bo'ladi. Energiyamiz, e'tiborimiz, miyamizdagi fikrlar aynan biza qo'ygan maqsadga yo'nalmagan bo'ladi. Ya'ni yo'naltirilmagan bo'ladi. Shunda biz maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Albatta yo'limizdan chalg'itish uchun bahonalar chiqadi, albatta chiqadi. Va aynan mana bu video davomida sizlar bilan birgalikda qanday qilib maqsadni to'g'ri va aniq qo'yib va unga oson erishishda birgalikda darslik davomida o'rganamiz. Lekin hozir bitta narsani sizga ogohlantiraman. Statistika bo'yicha 85% inson bu videoni oxirigacha ko'rmaydi. Bilasizmi nimaga? Hozir aytaman. 85% inson juda ham kuchli chalg'iydi. Men hozir to'xtab turib keyinroq ko'raman. Hozir men qaytib kelaman, sal keyinroq kelaman, men shu videoni ko'raman deydi. Lekin qaytib kelmaydi. Chunki u inson ishi chiqadi, uy ishlari bor, balasi, chaqasi, eri chaqiradi va boshqa. Tushunasizmi? To есть social media, juda ham ko'pchiligimiz social mediaga kiramiz. Aynan shu uchun ham sizda 100% вероятность bor, что 85% insonni ichiga kirishingiz. Ya'ni siz hozir shu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, baribir siz bu videoga qaytib kelmaysiz. Va statistika bo'yicha 15% insonlar bu videoni oxirigacha ko'rishadi va hayotlariga qo'llashadi. Undan keyin bo'lsa qaytib kelishadi-da, natijalarni yozishadi. Nafisa Narkulova, rahmat katakon. Bu video meni hayotimda real o'zgartirib yubordi va men hozir boshqacha insonman va men hozir bu hayotga boshqacha ko'z bilan qarayapman deb kelishadi. Aynan shu uchun ham
Sizga maslahatim bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki juda ham qiziqarli bo'ladi. Ekranga yaqinroq kelib oling va biz sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. Hozir sizda shunaqa savol paydo bo'lishi tabiiy holat. Aynan siz bizga hozir o'rgatmoqchi bo'lgan narsalaringizda o'zingiz hayotingizda qo'llagansizmi va qanaqa natijalar bergan? Albatta. Men o'zimning hayotimda aynan shu kungacha o'rganganlarimni, ne только o'zimni hayotimda, o'quvchilarimni, juda ham ko'p ayollarning hayotida qo'llab kelinadigan ilmlarni sizlarga o'rgatmoqchiman. Masalan, men 4 yil oldin Buyuk Britaniyaga yashash haqida o'zimga maqsad qo'yganman va hozir men Buyuk Britaniyada, ya'ni 4 yildan beri Buyuk Britaniyadagi villamda istiqomat qilib kelyapman. Yana bitta zo'r maqsadlarimdan biri Toshkent City'da aynan o'sha vaqtda где-то 4 yil oldin Toshkent City'dan уже odamlar uy sotib olayotgan vaqt edi. Ya'ni Toshkent City'dan sotib olish, uy sotib olish wow degan effekt berardi va men Toshkent City'dan uy olmoqchiman deb maqsad qilib qo'ygandim. Hozir meni yangi Toshkentdan 3 xonali kvartiram bor. Assalomu hammaga. Bugun Yuksalish Samarqanddagi ofisimizdan mana singlimiz, ukamiz birinchi bo'lib Toshkentda aksiya qilganimizda xonadon xarid qilgan ekanlar, mana birga ishlar ekanlar. Bugun birga ishlaydigan hamkasbini olib kelib Toshkentda yana xonadon xarid qildi. Shu xonadonlar muborak bo'lsin sizga. Yaxshi kunlar, to'ylar qilinglar. Ilohim eng yaxshi kunlaringiz o'tsin shu xonadonlarda. Xudo xohlasa kalitlarni ham o'zimiz topshiramiz. Charchamaysiz, sog' bo'linglar. Va men juda ham orzu qilganman, aynan men o'zimni meditatsiyamni yozishni to'g'ri maqsad qo'yganman va 2 ta albom meditatsiyani asoschisiman. Ya'ni 21 ta meditatsiyani, avtorskiy meditatsiyani asoschisi bo'laman. Hammaga salom. Qoq markazidan qora rangli arqonni tortib chiqaman. Soat 8. Bu arqon charchoq arqon. Meditatsiyani yozyapman. Tashvishlar arqoni. Undan tashqari Queen of Meditation nodavlat ta'lim muassasasining asoschisi hisoblanaman. Va aynan men juda ham ko'p davlatlarni sayohat qilishni orzu qilganman. Yoshligimdan chet elda yashashni orzu qilganman. 14 yildan beri aynan men hozir chet elda yashab kelaman, lekin aynan mana shu ilmlarim orqali, ana shu harakatlarim orqali, maqsadni to'g'ri qo'yish, intuitsiyaga quloq solish orqali undan ortiq davlatlarda sayohat qilib bo'lganman. Va meni eng yaxshi ko'rgan Instagramdagi sahifam da уже 150 mingtaga yaqin obunachilarimiz bor. Aynan bu Instagramdagi sahifam bo'lishini, 100 mingta obunachim bo'lishini xohlaganman. Hozir 100 mingtadan ortiq, почти 150 mingtaga yaqin obunachiga ega bo'lganman. Aynan to'g'ri maqsad qo'yish orqali. Bular hali hammasi emas. Aynan mana bu ilmlarim orqali mingdan ortiq ayollar o'zini hayotini o'zgartirib kelgan. Juda katta natijalarga erishishgan. Undan tashqari aynan bepul vebinarlarimda 50 mingtadan ortiq ayollar aynan shu ilmlarni eshitishgan. Va men sizga va'da beraman, siz bu videoni oxirigacha ko'rganingizdan keyin o'zingizga juda ham katta insight olasiz va eng qimmat bilimlarni olasiz, который boshqa ekspertlar sizga pulga sotishadi. Va siz hozir ekran oldiga yaqin kelib o'tirib oling. Biz sizlar bilan birgalikda boshladik. Video davomida qanday qilib maqsadlarni to'g'ri, aniq qo'yishni birgalikda o'rganamiz. Aynan bu video kimlar uchun atalgan? Aynan siz hayotingizni o'zgartirishni istaysiz, lekin umuman qanday o'zgartirishni bilmaysiz. Juda qo'rqasiz, qayerdan boshlashni bilmaysiz va hokazo. Undan keyin masalan siz maqsad qo'yasiz. Maqsad qo'yganingizdan keyin qanday erishishni bilmaysiz. Tushunmaysiz. Unaqasiga harakat qilasiz, bunaqasiga harakat qilasiz, lekin hech o'xshamaydi. Ichingizda juda kuchli salohiyatingiz bor, lekin uni qanday qilib yuzaga chiqarishni bilmaysiz. Agarda siz bu videoni ko'rib, o'zingizning hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, maqsadlaringizga to'g'ri, aniq va oson erishmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni namoyon qilmoqchi bo'lsangiz, unda bu video siz uchun.
Agarda siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga tayyorlab qo'ygan maxsus sovg'am bor. Sizga juda ham yoqadi. Так что sizlar bilan birgalikda boshladik. O'zi aslida men har doim shunaqa ilmli, shunaqa осознанный maqsadlarimga tez erishayotgan bo'lganmanmi? Yo'q, albatta. Men boshida unaqa bo'lmagan maqsadlar qo'yganman. Lekin maqsadlarimni qo'yganimda ichki ishonch, energiyam baland bo'lmagan. Misol uchun maqsadimni qo'ygandan keyin maqsadimga ishonmaganman. Menga yo'l bo'lsin. Qachon bu amalga oshadi? Qanday amalga oshadi? Bo'lishi mumkin emas. Menga emas bu narsalar. Da shunaqa savollar paydo bo'lgan menda ichimda va ichki ishonchsizlik paydo bo'lgan. Har doim shunaqa fikrim bo'lgan. Undan keyin asta-sekinlik bilan men energiyamni ustida ishlaganman. Undan tashqari dasturlarimni, ongyosi dasturlarimni to'g'rilaganman. Juda kuchli-da, tanam bilan ishlaganman. Chunki tana bu eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Tana, ruh, aql. Bu uchovi doim birgalikda ishlaydi. Agarda uchovi birlashsa, o'shandagina siz maqsadlaringizga juda ham osonlikcha erishasiz. Men ham естественно o'zimni ustozlarimda o'qib, ilm olib, o'zimni darajamni ko'paytirib, aynan men qo'yayotgan maqsadlarimni darajasi buncha bo'lgan, men o'sha bu yerda bo'lganman. Aynan mana bu yerdan bu yergacha chiqish uchun men o'sha darajamni ko'paytirganman. O'zimni darajam ustida ishlaganman. O'zimni ilmlarim, ya'ni ilmlar olish orqali o'zimni darajamni ko'paytirganman. Energiyamni ko'paytirganman. Men yanada ko'proq kengaya olganman. Undan keyin ongyosi dasturlarim, parallelni ongyosi dasturlarim bilan ham ishlaganman va parallelni tanam bilan ishlaganman va maqsadlarimga qanday qilib oson, yengil va tezroq chiqishni o'rganganman. Masalan, men tepada aytganimdek, yuqorida aytib o'tganimdek, Britaniyadagi villamda 4 yildan beri yashab kelaman. Va bu narsani men qayta dasturlash orqali, ya'ni maqsadimni to'g'ri, aniq qo'yish orqali erishganman. Villaga, ya'ni Buyuk Britaniyaga ko'chib kelishimizni 2 oyga realizatsiya qila olganman. Aynan maqsadni to'g'ri qo'yish orqali. Undan tashqari yangi Toshkentdan 3 xonali kvartira olganman. Undan tashqari iltimos sizdan, agar siz hozir mana bu YouTube kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib oling va undan tashqari Telegram sahifamga ham obuna bo'lib oling. Chunki 3 xil platformada 3 xil kontentlar qo'yib boraman. Har kuni siz yangiliklar, yangi ilmlarni o'rganib borasiz. Undan tashqari men 2 albom meditatsiyani, aynan 2 albom meditatsiyani yaratganman. Bu avtorskiy meditatsiya, boya aytganimdek 21 ta замечательный avtorskiy meditatsiyalarning asoschisiman. Bu meni juda ham katta orzuyim bo'lgan va men buni to'g'ri maqsad qo'yish orqali erishganman. Естественно, bu yerda to'g'ri maqsad qo'yganingizda, boya aytgandek, sizda har bitta fikringiz, harakatlaringiz, energiyangiz, tanangiz, butun vujudingiz shu maqsadingizga yo'naltirilgan bo'ladi. Aynan siz ham meni o'rgatgan maqsad yozish formulam orqali bu maqsadlaringizga tez erishish imkoniyatingiz bo'ladi. Va aynan mana shu maqsadlarni to'g'ri qo'yish orqali undan ortiq davlatlarda sayohat qilganman. Masalan, Malayziya, Indoneziya, Tailand, Turkiya, Dubay, Britaniya, Ruminiya va hokazo. Lekin eng muhimi, men qalb kasbimni topa olganman. Men eng kuchli, eng asosiy maqsadim qalb kasbimni topish orqali insonlarga foydali bo'lish. Men aynan shu to'g'ri maqsad qo'yish formulasi orqali o'zimni qalb kasbimni topganman. Va qalb kasbim orqali, ilmlarim orqali mingdan ortiq ayollarning hayotini tubdan o'zgartirib yuborishga sababchi bo'lganman. Undan tashqari aynan yuqorida aytganimdek, bepul vebinarlarimga 50 mingdan ortiq insonlar, ayollar bu ilmlarni eshitishgan va o'rganib kelishyapti. Hozir sizda shunaqa savol paydo bo'lishi mumkin. Okey, nafsi narkova. Sizga o'xshagan bo'lishi mumkin, sizda maqsad formulalaringiz. Bizga o'xshamasa-chi? Естественно, bu savolingiz juda ham tabiiy va juda ham to'g'ri savol.
hamma o'quvchilarim keladi, har xil muammolar bilan kelishadi va bir xil natija bilan ketishadi. Qanday qilib deysizmi? Misol uchun bitta o'quvchim keladi, ozmoqchi bo'lib keladi, bitta o'quvchim muammosi munosabatlarda bo'ladi, bitta o'quvchim kasal bo'ladi, bitta o'quvchim pul muammosi bilan keladi va hokazo. Lekin natijasi hammasiniki bir xil bo'ladi. Ya'ni muammosi bilan keladi, aynan shu muammoni ustida ishlaydi va bu muammoni ustida ishlab natijasidan chiqib ketadi. Misol uchun, hozir men sizga hozir ekranda chiqaraman. 35 kilogrammgacha, ya'ni har bir kelgan ayol o'z vazni ustida ham ishlaydi va o'zadi. Bizda rekord 35 kilogrammgacha bo'lgan. Shu o'rinda men o'zimni ham misol qilib o'tib ketaman. Men o'zim 20 kilogrammgacha ozganman. Hozir meni vaznim 65 kilogramm, men 85 kilogramdan 65 kilogrammgacha tushdim. Bu вообще super rezultat. Undan tashqari juda ham ko'pchilik ayollarimiz munosabatlarda deb kelishadi. Ya'ni erlari bilan juda ham kuchli muammoda aynan o'shan ustida ishlashadi va ajrim ustida turgan oilalar birlashishni boshlashadi. Natija shunaqa bo'ladi. Masalan, aynan o'sha munosabatlarda ustida ishlagan ayollarda deylik muammosini aynan ildizi bilan ishlaymiz. Masalan, nima uchun bu muammo oila ajrimgacha keldi va o'shani ildizi bilan ishlaymiz. Undan keyin o'sha oila tiklanadi va o'sha muammolarga ham yechim topiladi. Deylik masalan bizda kasalligi bilan kelgan ayollar bor. Juda ham og'ir kasalliklar bilan kelishadi. Masalan, rak kasali bilan chalingan ayollar kelishadi. O'sha bizda 3-ayol o'zini rak kasalini shifosini topdi. Xudoga shukr. Bundan juda ham minnatdor biza butun komanda bilan birgalikda. Hozirgi tashxislari aynan analizlar natijalari juda ham yaxshi chiqdi. Bundan juda ham xursandmiz. Masalan, bor ayollar farzandlari bilan muammosi bo'lishi mumkin-da. Qaynonalar kelishadi, aynan kelinlari bilan chiqisha olmaydi yoki farzandlarida muammo bo'ladi. Bor qizlar bor, yosh qizlar bor, turmushga chiqa olmagan yoki qarri bo'lib qoldim, men turmushga chiqa olmayapman deb kelishadi. Aynan shunaqa qizlar bilan ishlaymiz. Faktически har xil muammolar bilan kelishadi, juda ham ko'p muammo. Asosiy muammo moliyaviy, karyera, pulda aynan ko'proq daromad topish bilan asosiy juda ko'pchilik, masalan, deylik 75% inson mana shu muammolar bilan keladi. Ya'ni pulga o'smoqchiman, daromadga o'smoqchiman, o'zimni qalb kasbimni topmoqchiman, moliyaviy mustaqillikka chiqmoqchiman, o'zimni zo'r versiyam yaratmoqchiman. Va bu yerda eng muhim savol paydo bo'ladi. Nima uchun ko'pchilik maqsadiga erisha olmaydi? Hozir siz qo'lingizga daftar bilan ruchkani oling va уже tayyor bo'lishni boshlang. Chunki biz sizlar bilan birgalikda hozir o'rganishni boshlaymiz. Maqsadni juda ham ko'pchilik qo'yadi, lekin unga erisha olmaydi. Bu yerda muammo nimada? Bu yerda aslida maqsadni to'g'ri va aniq qo'yilmaganida. Agarda siz maqsadni aniqlab, to'g'ri va aniq qo'yib olmasangiz, bu maqsad hisoblanmaydi. Bu nima deb hisoblanadi? Bu albatta shunchaki orzu. Orzu uchun hech qachon sizda energiyangiz, tanangiz, ruhingiz harakat qilmaydi. Bu shunchaki orzu. Bu shunchaki ushalmagan orzu. Agarda siz maqsadni aniq qilib qo'yib olsangiz, o'shandagina sizda orzungiz amalga oshishi uchun sizda bor vujudingiz bilan, ya'ni maqsadni qo'ydingiz, aniq qo'yganingizdan keyin unga ishonch bilan maqsadni aniqlab olasiz va o'sha yerda avtomatik bu yerda xuddi qanday desam ekan, mo'jizaviy ishlaydi. Ya'ni siz maqsadni qo'yganingizdan keyin sizda bor harakatingiz, butun borliq sizni shu narsaga yo'naltirishni boshlaydi. Butun borliq, bor vujudingiz, bor harakatlaringiz, bor e'tiboringiz aynan shu maqsadga yo'naltirilgan bo'ladi. Так что hozir yaxshilab o'tirib oling. Biz sizlar bilan birgalikda boshladik. Maqsadni qanday qilib to'g'ri va aniq qo'yib olsak bo'ladi va unga qanday qilib maqsadni aniq to'g'ri qo'yib olganimizdan keyin bizani maqsadlarimizga erishishimiz уже shu uchun ham aytaman, что 3-5 barobarga amalga oshishi tezlashadi. Qizlar, hozir men o'zimni iPadimni olib kelib oldim.
Mana bu iPad'imning ekrani hozir mana bu ekranda chiqadi. Bemalol ko'rib foydalanishingiz mumkin. Maqsad yozish formulasi. To есть bizda maqsadimizni qo'yish formulasi 5 ta bosqichdan iborat. Birinchi bosqich, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va beshinchi. Aynan mana shu 5 ta bosqichda biza o'quvchilarim bilan birgalikda, kursga kelgan o'quvchilar bilan birgalikda o'rganib chiqamiz. Polностью ustida ishlaymiz va maqsadga juda ham tez va oson erishishni boshlashadi. Birinchi bosqich bu maqsad aslida kimniki? Ayangiznikimi, dadangizniki, opa, singil, tog'a, dugona, bilmadim. Вообще sizni bor tanishlaringizniki, misol uchun sizga yaqin bo'lgan insonniki bo'lishi mumkin yoki sizniki. Aynan maqsadingizni to'g'ri qo'yish formulasini bilsangiz ham, energiyangiz yetarlicha bo'lsa ham, lekin aslida maqsad sizniki bo'lmasa, amalga oshishi mumkin. Sizni xursand qilmaydi. Chunki maqsadingizga erishish uchun sizni energiyangiz ketgan, vaqtingiz ketgan, to'g'rimi? Lekin siz unchalik xursand bo'lmaysiz. Mana shu yerda bitta moment kimniki ekanligini aniqlaysiz. Ikkinchi mumkin. Sizni xursand qilmaydi. Chunki maqsadingizga erishish uchun sizni energiyangiz ketgan, vaqtingiz ketgan, to'g'rimi? Lekin siz unchalik xursand bo'lmaysiz. Mana shu yerda bitta moment kimniki ekanligini aniqlaysiz. Ikkinchisi maqsad to'g'ri yozish. Va buni qanday qilib to'g'ri yozish kerak? Hozir mana bu yerdan o'tib, polностью mana bu ekranga yozamiz. Tak, biza maqsadni qo'yganimizda aslida deylik birinchi maqsad, biza o'zi aslida maqsad qo'yganimizda o'zi biza xohlagan maqsadni, aynan bizaniki bo'lgan maqsadni aniqlab olganimizdan keyin deylik, misol uchun siz Parijga sayohat qilishni xohlaysiz. Sayohat qilishni xohlayman. Hozir siz o'zingiz uchun siz prosta o'ylang. Bu yerda xato qayerda bo'lyapti? Aslida bu yerda eng xato joyi xohlayman degan gap. Chunki siz xohlayman deganingizda uje bu yerda borliqda shunaqa narsa borki, xohlayman degani siz bunga ishonmaysiz. Bu sizniki emas va bu siz uchun emas. Bu prosta xohlaydi, tushunyapsizmi? To'g'ri, bu yerda eng katta xato xohlaymanda. Bu yerda siz aslida qanday yozishingiz kerak? Misol uchun siz tasavvur qilasiz. Bu yerda tasavvuringizni yo'lga solasiz, ishga tutasiz. To'g'ri, man deylik, Parij dagi Eyfel minorasiga yaqin mehmonxonani tak.
balkonidan qahva ichib butun Parijni tomosha qilishni xohlayman emas, qilyapman. Ya'ni biza buni hozirgi zamonda yozamiz. Tushunyapsan? To есть biza buni hozirgi zamonda yozamiz. O'tgan zamon emas yoki kelajakda emas. Biza hozirgi zamonda yozamiz. Va yoki hozirgi davomiy zamonda. Albatta maqsadimizdan keyin bundan minnatdorchilik bildiramiz va men bundan minnatdorman. Bu yerda siz maqsad yozganingizda prям kun, oylarigacha doskональный yozishingiz kerak emas. Chunki siz o'sha kun, oylarini o'zingiz belgilab bersangiz, xuddi borliqqa hech qanaqa ish qoldirmaysiz. Sizga eng kerakli vaqti borliqda o'zi biladi, ya'ni Allohda o'zi biladi. Aynan sizga eng kerakli vaqtini berishni eng yaxshi vaqtini beradi. Bu yerda yozishingiz mumkin, siz yilini yozishingiz mumkin. Misol uchun 2026-yil. Вот. Mana bu yerda eng asosiy ключевой gap, bu yerda siz yozishingiz kerak bo'lgan, e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa xohlayman so'zi mumkin emas. Undan tashqari kelajak zamonida, ya'ni kelajakda yozishimiz kerak emas. Bu xato hisoblanadi. Undan tashqari biza bu yerda kun, oylari yozishimiz kerak emas. Undan tashqari biza nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak? Yana aytaman, siz yozganingizda mana buni shunchaki tasavvur qilib yozasiz, tushunyapsizmi? To есть bu yerda eng kuchlisi tasavvur muhim. Yilini yozganingizda siz primerno ishonayotgan yil, masalan, siz ko'zingiz yetayotgan primerno yilni tanlaysiz. Deylik, hozirgi, deylik, masalan, men tanlashim mumkin. Deylik, men 1 million dollar ishlab topdim yoki deylik 2 million dollar, men 2 million dollar bir oy ichida ishlab topdim. 2026-yil mart oyi desam yoki 27-mart desam, bu unchalik to'g'ri kelmaydi. Chunki logichni o'ylashimiz kerak. Chunki maqsad yozganingizda baribir aqlingiz ishlaydi. Aynan shu uchun ham siz primerni ko'zingiz yetayotgan yilni yozasiz. Deylik 2026-yil, to'g'rimi? Aynan siz ko'zingiz yetayotgan yil. Deylik 2026-yil ko'zingiz yetmasa 2027-yil yozing. Вот. Undan tashqari juda katta hamma qilayotgan xato. Bu yerda aynan siz yozayotgan vaqtingiz по-любому bizada mana bu yerda 3 ta ключевой narsa bor. Birinchisi aql, boya aytgandek, ruh va tana. Va agarda bu uchovi bitta joyga yig'ilsa, katta birorta narsa paydo bo'ladi. To'g'rimi? Aynan bu yerda paydo bo'lgan narsa bu sizning maqsadingiz, amalga oshishi bo'ladi. Agarda siz bularni agarda aqlni inkor qilib, faqatgina ruh va tana bilan ishlasangiz, yutqazasiz.
Agarda siz faqatgina aql bilan ishlasangiz yutqazasiz. Tushunyapsizmi? Agarda siz faqatgina qalbingiz bilan ishlasangiz yutqazasiz. Bu yerda uchovi ham juda muhim rolga ega. Mana bu yerda aqlda bu yerda biza juda ham muhim chalg'itayotgan yo'limiz bor. Qanaqa? Biza maqsad yozganimizda, mana bu yozgan maqsadimizda deylik 10 ta maqsad yoziladi va 10 tadan 2 ta, 3 tasi hayotingizda bor narsalarni yozasiz. Masalan, deylik, man o'zimga iPad sotib oldim yoki manda iPad bor yoki menga iPad sovg'a qilishdi va men bundan minnatdorman. 2025-yil yoki 2026-yil. Qaysi yilda olgan bo'lsangiz, tushunasizmi? Yoki manda chashka bor. Manda mana bunaqa chiroyli chashka bor va men bundan minnatdorman. Yoki men bo'lish mumkin. Men yangi uyga ko'chib o'tdim. Bor narsalar. Manda mana bunaqa naushnik bor. Apple naushnik bor va men bundan minnatdorman. Manda mana bunaqa telefon bor va men bundan minnatdorman. To есть bu yerda 10 tadan 2 ta, 3 tasi haqiqatan ham sizda bor narsalarni yozasiz. Nima uchun bunaqa? Chunki bu yerda aql sizga savol paydo bo'ladi. Aqlda savol paydo bo'ladi. Qanaqa savol? Bular bo'lmaydi. Inkor paydo bo'ladi. Aynan mana shu yerda agarda siz 2 ta, 3 ta sizda hayotingizda bor narsalarni yozsangiz, o'sha yerda aqlda savol paydo bo'ladiki, haqiqatan ham bu maqsadlar bor-ku, to есть bular hayotda bor-ku. Bu yerda aqlda chalg'itish bo'ladi va aql уже siz yaratayotgan illyuziyaga, ya'ni sizga aql illyuziya yaratgan, qanaqa illyuziya? Bular baribir bo'lmaydi. Menga yo'l bo'lsin degan illyuziyalar yaratgan va siz aqlga illyuziya berasiz. Ya'ni, qara, bizda bor bu narsalar. To есть aqlda chalg'ish paydo bo'ladi. Haqiqatan ham bular bor-ku. Va qolganlariga ham o'sha nima paydo bo'ladi aqlda? Ishonch paydo bo'ladi. Tushunyapsan? Mana bu yerda bu eng muhim ikkinchi omillardan biri hisoblanadi. Undan keyingisi bo'layotgan bo'lsa, juda ham kuchli, men yaxshi ko'radigan konsepsiya bu dekompozitsiya. Dekompozitsiya. Bizda komandada shunaqa gap bor. Sen menga dekompozitsiyani ko'rsat va men senga kimligingni aytib beraman va men seni kim bo'lmoqchi bo'lganingni va kimga aylanishingni aytib beraman. Chunki dekompozitsiya aynan sizni kimga aylanishingizni ko'rsatib beradi. Dekompozitsiyani biza aynan bosqichma-bosqich o'rganamiz. Siz ham dekompozitsiya bu nima o'zi aslida? Dekompozitsiya bu asosan sizni maqsadingiz bo'layotgan bo'lsa, mana bu maqsadingizga olib boradigan yo'l. Mana bu lokatsiya deylik. Который sizning maqsadingiz mana shu yerga kelish. Mana bu yerda sizda manzil, to есть siz hozir bu yerda turibsiz. Yo'l bor. To есть yo'l shunaqa yo'ldan iborat. Aynan mana bu yo'lda, har bitta yo'lda sizda bosqichma-bosqich yo'llar bor.
agarda kim kriptoda o'rgangan bo'lsa, hozir mana shu yerda ko'radi o'zinikini. То есть получается, bu yerda faktически odamni hayoti ham xuddi kriptovalyutaga o'xshaydi. Kriptoda o'ynayotganlar bor-ku, ishlayotganlar. Ko'ryapsan, har bittasida joy bor, har bittasida tochkalar bor. Aynan mana shu tochkalarni bosqichma-bosqich qo'yib chiqasiz. Bu dekompozitsiya, bu xuddi rejaga o'xshaydi, biznes rejaga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Mana shunday qo'yib chiqasiz. To mana bu yergacha qo'yiladi. To mana shu yergacha sizda yo'lchalaringiz qo'yilgan bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Nuqtalarni ko'ryapsizmi? Har bitta nuqta bu sizda har bitta harakatingiz hisoblanadi. Aynan mana shuni siz to'g'ri qilib qo'yib chiqasiz. Agarda sizda dekompozitsiyangiz aniq bo'lsa, sizda nima bo'ladi? Garantiya bo'ladi, что siz mana bu yerga kelasiz. Deylik, sizda maqsadingiz hozir mana bu yerda bo'lishi mumkin. Maqsad sizda borayotgan, siz hozirgi joyingizdagi urovingiz $100 bo'lishi mumkin. Sizda borayotgan maqsadingiz mana bu joy $10,000 bo'lishi mumkin. Da? Va siz 100% shu maqsadga erishasiz. Agarda sizda dekompozitsiya aniq bo'lsa, siz albatta 100% mana bu yerga kelasiz. Tushunarli bo'lyapti. Undan keyingisi juda ham muhim. Har bitta konsepsiya bu yerda juda ham muhim hisoblanadi. Undan keyingisi energiya. Energiya bu nima? Energiya aslida sizga borliqdan aynan kelayotgan har kunlik resurs. Misol uchun sizni tanangizga har kunlik oziq-ovqat yetkazib berganingiz kabi, borliq ham sizga oziq-ovqat yetkazib beradi energiya orqali. Aynan mana bu energiyadan to'g'ri foydalanish yoki to'g'ri foydalanmaslik bu sizning qo'lingizda bo'ladi. Va agarda siz energiyadan to'g'ri foydalansangiz, sizga nima bo'ladi? Disiplina bo'ladi. Harakat bo'ladi. Va eng kuchlisi, eng oxirgisi natija. Vot. Agarda sizda energiyadan to'g'ri foydalanish bo'lmasa yoki sizda energiya bo'lmasa, уже disiplina. Agarda sizda energiyadan to'g'ri foydalanish bo'lmasa yoki sizda energiya bo'lmasa, sizda disiplina bo'lmaydi, harakat bo'lmaydi va natija ham bo'lmaydi. Bu itogi sizga kelgan har kuni, misol uchun, mana bu energiya sizga har kuni keladi, to'g'rimi? Aynan mana bu kelgan energiyani siz to'g'ri foydalanmasangiz, o'sha qanday kelgan bo'lsa, shunday surilib ketadi. Qanday surilib ketadi? Okay, deylik. Mana bu siz va sizga buni hozircha o'chirib turamiz bu yerda. Va sizga har kuni borliqdan energiya kelyapti. Siz bu narsalarni to'g'ri foydalanmasangiz, misol uchun, deylik, sizda har xil variantlar bor. Energiya 100% keldi. Hozir masalan siz energiyani 100% to'ldirdingiz. Siz 100% energiyaga to'lgansiz va siz energiyani to'g'ri taqsimlay olmasangiz, misol uchun bo'lishi mumkin, sizning karyerangiz, o'sishingiz, o'zingizga to'g'ri investitsiya kiritishingiz o'zingizga.
oilangizga va sog'lik. Ana shu narsalarga to'g'ri siz taqsimlay olmasangiz, sizda nima paydo bo'ladi? Sizda уже energiyani prosta tak oqirib yuborish paydo bo'ladi. Masalan, sizga 100% energiya keldi, deylik, karyerangizga siz ajratdingiz 40%ni. O'sishingizga ajratdingiz 10%ni. To'g'ri investitsiyaga ajratdingiz 10%ni. 60% bo'ldimi? Oilangizga 20% ajratasiz, misol uchun, sog'lig'ingizga 20% ajratasiz. Jami sizda 100% to'g'ri ajratgan bo'lasiz. Agarda siz buni to'g'ri foydalana olmasangiz yoki misol uchun deylik to'g'ri foydalana olmadingiz. Bularga ajratishingizdan oldin mana bu yerda уже nimalar paydo bo'ladi? Energiya vampirchalari paydo bo'ladi. Qanaqa energiya vampir? Birinchisi, buni bloklar deyishadi. Который bloklar o'tkazmaydi, sizning maqsadlaringizga o'tkazmaydi bloklar. O'sha energiyani. Вот. Hozir ko'ramiz siz bilan. Birinchisi, g'azab. Nafrat. Eng past vibratsiyalar, которые sizni faqat minusga tortadi, faqat sizni yomon holatga tortadi, yo'qchilikka, kasallikka, shunaqalarga olib keladi. Kechirimsizlik. Hasad. G'iybat. Bu ya'ni ichki muhokama ham bo'lishi mumkin. Вот. Aynan mana shunaqa holatda sizda уже bularni o'zi sizda energiyangiz yeydi. 40%ni yeydi, 10% yeydi, 10% yeydi, 20% yeydi, 20% yeydi va sizga bu yerga, aynan mana bu yerga energiya yetib kelmaydi. Va уже sizda muammolar paydo bo'ladi. Karyerangizda, oilangizda, munosabatlarda, o'sishingizda, umuman sog'lig'ingizda muammo bo'ladi, pulda muammo bo'ladi, moliyaviy muammolar paydo bo'ladi-da. Aynan shu uchun ham energiya juda ham muhim konsepsiya hisoblanadi, который sizni hayotingizda siz uni to'g'ri foydalanishni bilishingiz kerakligida. Keyingisi bu sizning harakatingiz. Keyingisi bu sizniki harakat, oxirgi bosqich, oxirgi konsepsiya. Bu birinchi o'rinda siz maqsadlaringiz kimniki ekanligini aniqlab oldingiz, o'zingizning maqsadingizni topib oldingiz, undan keyin maqsadingizni to'g'ri qo'ydingiz, to'g'rimi? Undan keyin siz dekompozitsiya qilib oldingiz, dekompozitsiyadan keyin energiyangizni to'g'rilab oldingiz. Уже keyin harakatlaringiz, to есть harakatingiz, aynan harakatingiz hammasiga yo'naltirilmagan bo'lsa, sizda har kunlik harakatingiz yo'nalmagan bo'lsa, уже sizda maqsadingiz amalga oshmaydi. Чтобы siz o'sha maqsadlaringizga erishish uchun, tezroq erishish uchun aynan mana shu 5 ta konsepsiyani to'g'ri va bosqichma-bosqich bajarishingiz shart bo'ladi. Keyin aynan men sizlarga o'rgatganda, hozir bosqichma-bosqich 5 xil konsepsiyani to'g'ri
bosqichma-bosqich bajarib kelganingizdan keyin maqsadingizni yozasiz, keyin sizda paydo bo'lishi mumkin savolda. Misol uchun, maqsadimni yozsam, ana shu 5 ta bosqichma-bosqichda bajarsam, qancha vaqtda maqsadim amalga oshadi-da. Misol uchun, 21 kun ichida biza kursdagi qizlar bilan ishlaymiz, не только o'zim, kursdagi qizlar bilan ishlaymiz va eng kami bu 21 kun ichida sizda nima paydo bo'ladi? Sizda aynan o'sha ichki o'zgarish paydo bo'ladi. 21 kun ichida sizda polni DNK'ingiz o'zgaradi. Aynan 90 kun ichida sizda tashqi natijalar boshlanadi. Birinchi natijalaringizni ko'rishni boshlaysiz. Bizda 90 kun bu уже 90 kunda konkretni sizda natijalaringizni ko'rishni boshlaysiz. Уже 90, 180 kun ichida katta natijalaringizni ko'rishni boshlaysiz. Bu narsalar не только mani o'quvchilarimda ham juda ham ko'p o'quvchilarimda kuzatiladi bu narsa. Lekin men sizga hozir juda muhim narsani aytib o'tmoqchiman. Aynan men sizga eng muhim bosqichlarni, konsepsiyalarni o'rgatdim. 5 ta bosqichda, mana birinchi bosqich bu maqsadni to'g'ri qo'yish formulasi, to'g'rimi? Ikkinchi bosqich bu ichki bloklarni aniqlash. Uchinchisi dekompozitsiyani to'g'ri tuzish. Undan keyin energiya bilan ishlash, undan keyin harakat. Aynan mana bu 5 ta harakatda bosqichma-bosqich harakatni o'rgatdim. Lekin bularni juda ham chuqur o'rgata olmayman, chunki bu uchun vaqt juda ham yetmaydi. Chunki aynan har bitta mavzu bu 5 ta modul, 5 ta modulga juda ham chuqur yondashamiz. Sizda hozir shunaqa savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, birinchi savolingiz qanday qilib o'zi bularni hammasini to'g'ri bajarishni qayerdan bilamiz-da? Aynan mana shu joyda sizda savol paydo bo'lishi mumkin. Nafisa Narkulova, biza aynan mana shu 5 ta bosqichma-bosqich konsepsiyani bajarsak, bizani hayotimizda ishlatsak, lekin uni to'g'ri ketyapmizmi, yo'qmi degan savolingiz paydo bo'lishi mumkin. Va bu tabiiy holat. Va aynan mana shu yerda sizga meni o'zimni taklifim bor. Ya'ni men 4 yil davomida juda kuchli ishlayotgan tizim yaratganman. Ya'ni 8 balans nomlangan tizim yaratganman. Bu yerda siz maqsadingizni to'g'ri aniq qo'yishni bosqichma-bosqich va chuqur o'rganib chiqamiz, qanday qilib qo'yish kerakligini, ularga qadamma-qadam borish yo'llarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Dekompozitsiya produksiya u samый men yoqtirgan, men sevgan mavzu. Bu har bitta mavzu juda katta modul bo'ladi. Dekompozitsiya produksiyasini polностью chuqur, aniq sizlar bilan birgalikda o'rganamiz. Undan tashqari energiyani qanday qilib oshirish va uni to'g'ri taqsimlashni birgalikda o'rganamiz va natijalaringizni tezlashtirishni o'rganamiz. Aynan mana shu narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz, tizimni to'liq o'rganmoqchi bo'lsangiz, 8 balans kursimni, transformatsion kursimni men sizga hozir taqdimotini qilib beraman. Ekranda taqdimot hozir chiqadi. Taqdimotni ko'rganingizdan keyin videoni oxirida men sizga atab qo'ygan sovg'amni topshiraman. 8 balans bu 8 hafta davomida siz yashab qolish rejimidan boylik rejimiga o'tkazayotgan transformatsion tizim hisoblanadi. Bu yerda kurs davomiyligi 60 kun, kurs modullari bu 16 ta moduldan iborat, jami meditatsiyalar bu 14 ta plus jonli meditatsiyalar bo'ladi. Jonli darsliklar polностью jami 8 ta, to'liq kurator nazorati bo'ladi. Reyting tizimi baholanadi. Reyting tizimida sizda har kuni ballar berib boriladi. Ya'ni 60 kun davomida siz har kuni ballar olib borasiz. Olgan ballaringiz davomida sizni ballingizni reytingiga qarab sizda konsultatsiya olish imkoniyati bo'ladi. Ya'ni 8 million so'mlik konsultatsiyani olish imkoniyati bo'ladi. Nafisa Family yopiq ayollar klubiga dostуп olasiz. Undan tashqari sizga sertifikat beriladi va Nafisa Narkulovadan maxsus sovg'alar olish imkoniyati bo'ladi. Hozir men sizga modullar haqida tanishtirib o'taman birma-bir va videoni oxirida sizga havola beraman. Havolani o'tib to'ldirishingiz mumkin va aynan mana bu 8 balans kursimni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Birinchi modul bu yerda hayot nimaga har doim takrorlanadi. Takrorlanaveradi hayotingizda voqealar qayta takrorlanaveradi, o'zingiz tushunmaysiz. Bu yerda qayta dasturlash, aynan o'zingiz qayta dasturlash kundaligini
polniy yaratishni o'rganasiz. Bu yerda o'zini o'zi qayta dasturlash meditatsiyasi beriladi. Natijasi aynan bu voqealar, ya'ni hayotingizda qayta takrorlanayotgan voqealarni polniy tushunib, anglab, ildizini ko'rib chiqasiz. Qanday qilib ularni to'xtatishni bilib olasiz. Ikkinchi modul energiya qayerga yo'qoladi? Energiyani to'g'ri taqsimlash. Energiya bizga keladi har kuni, boya aytganimdek, uni qanday qilib to'g'ri taqsimlash kerak? Bu yerda meditatsiya, odamlar va dasturlardan ozod bo'lish meditatsiyasi, sizning natijangiz aynan sizni ichingizdan charchatayotgan narsalarni polniy o'rganib chiqasiz. Energiyani to'g'ri jamlashni bilasiz. Ya'ni to'g'ri boshqarishni o'rganasiz. Uchinchi modul bu yerda ichki qarshiliklarni ko'rish va ulardan xalos bo'lish. Birinchi o'rinda bu yerda meditatsiya, juda ham kuchli meditatsiya, qo'rquvga qarshi meditatsiya. Sizda o'sishingiz kerak bo'lgan natijangiz va sizda bu yerdagi natijangiz sizda o'sishdan oldingi, aynan sizda orqaga tortayotgan narsalarni hammasini o'rganib chiqasiz. Sizga zarar berayotgan narsalarni hammasini to'xtatishni o'rganasiz. To'rtinchi modul boy inson pozitsiyasi. Boylikka ichingizdan ruxsat berishni o'rganasiz. Bu yerda pul meditatsiyasi, natijangiz katta daromadlarga, katta pullarga ichki tayyorgarligingiz bo'ladi. Unga katta summalarga, aynan masalan deylik, sizni tasavvuringizdagi summaga ichki ruxsatingiz bo'ladi. Ularga qo'rquvlarsiz qabul qilishni o'rganasiz. 5-modul bu dekompozitsiya produksiya. Dekompozitsiya produksiya bu modulni eng kuchli joyi hisoblanadi. Meditatsiya bu imkoniyatlarni oshirish meditatsiyasi. Natijangiz eng kuchli tomonlaringiz aniqlanadi va uni qanday qilib monetizatsiya qilishni o'rganasiz. Ya'ni monetizatsiya aynan shu dekompozitsiyangiz orqali qanday qilib moliyaviy erkinlikka erishishni o'rganasiz. Birinchi o'zingizda pullaringizni topishni boshlaysiz. 6-modul bu pul aniqlikni yaxshi ko'radi. Meditatsiya, insight meditatsiyasi va pulni to'g'ri taqsimlashni o'rganasiz va moliyaviy tartibni o'zingiz yarata olasiz. 7-modul bu pul sozlamalari. Pul sozlamalari ong osti bloklaringiz bilan ishlaysiz. Bu yerda meditatsiya, jonli meditatsiya. Jonli meditatsiya bu yerda sovg'a, chunki sekretniy sovg'a. Jonli meditatsiya bu qatori hech qaysi kurslarimda berilmagan meditatsiyani men jonli sovg'a qilaman sizga. Bu yerda natijangiz sizda bolaligingizdan kelgan pul haqidagi hamma bloklaringizni, hamma dasturlaringizni aniqlab chiqasiz. Undan keyin pulga yengil va tinchlik, xotirjamlik bilan u bilan o'zingizning munosabatlaringizni yaxshilashni o'rganasiz. 8-modul bu tana tilini tushunish. O'zingizning tanangizga mehr qo'yasiz. Ya'ni tanani har kuni siz o'zingizga qarab, men unaqaman, men bunaqaman degan gapni aytasiz. Mana shu yerda tanangizga nisbatan siz muhabbatingiz yo'qligini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda tanaga muhabbat meditatsiyasi orqali biz tanamizni sevishni boshlaymiz. Ichki tarangligingiz уже pastga tushishni boshlaydi, ketishni boshlaydi va sizda qarorlaringizni qo'rquvsiz qabul qilasiz. Chunki bizning qo'rquvlarimiz bizning tanamizda saqlanib qoladi. 9-modul aybdorlik, qo'rquv, yashab qolish rejimlaridan chiqish. Meditatsiya bu yerda jonli meditatsiya. Aynan bu yerdagi natijangiz ichki holatingiz qaysi holat, aynan qaysi dastur sizni boshqarayotganini aniqlaysiz va ongli ravishda yangi holatga o'tishni birgalikda tanlaymiz. 10-modul ichki erkinlik va tashqi natija. Isbotlashdan ozod bo'lish. Bu mavzu juda ham muhim mavzu. Meditatsiya qirollik energiyasi meditatsiyasi va natijangiz ichki bosim, o'zingiz ayblashingiz kamayadi va qarorlaringiz yengillashishni boshlaydi. 11-modul bu qiymatni his qilish. Aynan sizning xizmatlaringizdan kimlarga foyda. O'zingizning produksiyangizni klientini topishni boshlaysiz va insight meditatsiyasi beriladi. Bu yerda natijangiz, boya aytganimdek, sizning
produksiyangizda klienti mijozingiz kim va sizni sotuvingiz osonlashadi va pul topishingiz ko'payishni boshlaydi. 12-modul bu daromadni qanday qilib oshirsam bo'ladi degan mavzu. Bu yerda ayollik energiyasi meditatsiyasi, natijangiz qaysi yo'nalish tezroq natija berishini o'rganasiz. Undan tashqari aniq harakatlarda rejasini, xaritasini tuzib chiqasiz. 13-modul nimaga e'tibor bersangiz, o'sha narsa ko'payadi. Bu yerda meditatsiya uyg'onish va matrisadan chiqish meditatsiyasi bu meni eng sevimli meditatsiyalarimdan biri hisoblanadi. Natijangiz e'tiborni muammolarga emas, imkoniyatlaringizga qaratishni o'rganasiz. Natijalaringiz bo'lsa, yuksalishni tezlashni boshlaydi. Chunki biza e'tiborimizni muammolarimizga emas, maqsadlarimizga qaratganimizdan keyin aynan natija, to есть siz fokusni nimaga qaratasiz, o'sha narsa ko'payishni boshlaydi. Siz muammoga e'tiboringiz qaratsangiz, muammo ko'payadi. Maqsadlaringizga e'tiboringiz qaratsangiz, maqsadlaringiz ko'payishni va kattarishni boshlaydi. 14-modul energiya va vaqtni to'g'ri taqsimlash. Aynan bu yerda eng muhim meditatsiya nazoratni qo'yib yuborish meditatsiyasi. Bu yerdagi natijangiz keraksiz yuklardan, odamlardan, narsalardan voz kechishni o'rganasiz va sizda samaradorlik oshishni boshlaydi. 15-modul bu bepul maslahatlar qanday ishlaydi. Bu yerda meditatsiya jonli meditatsiya va вообще-то bepul maslahatlar umuman hech kimga kerak emas. O'zingizni qadrlashni kuchaytirishni boshlaysiz. Ya'ni siz o'zingiz qadrlashingiz ko'payadi. Bu moduldan keyin natijangiz undan tashqari narxni oshirishni o'rganasiz. Juda ham ko'pchilikda og'riqli muammosi narxingizni oshirishga qo'rqasiz. Aynan mana bu modulda narxni oshirishni o'rganasiz. 16-modul men kimga aylanyapman? Men kundan kunga kimga aylanyapman? Meditatsiya, jonli meditatsiya. Bu yerdagi natijangiz sizni ichki yangi holatingizga, yangi pozitsiyangizga o'tishingiz shakllanadi va undan tashqari daromadga o'sish uchun ichki tayyorgarligingiz paydo bo'ladi. Agarda siz ham hayotingizda yangi darajaga olib chiqmoqchi bo'lsangiz, maqsadlaringizga tez va aniq erishishni istasangiz, undan tashqari o'zingizda ideal versiyangizni yaratmoqchi bo'lsangiz, hozir men videoni pastdagi opisaniyasida, mana bu yerda opisaniyada ko'rishingiz mumkin, 8 balans kursimga ro'yxatdan o'tish uchun sizga havola qoldirganman. Hozir sizga 1 minut vaqt beraman. Havoladan ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin nima bo'ladi? Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga yoki men yoki menejerlarim aloqaga chiqiladi va sizga bepul konsultatsiya beriladi. Konsultatsiya davomida shu narsa aniqlanadiki, sizga o'zi kurs to'g'ri keladimi yoki to'g'ri kelmaydimi? Yoki sizda savollaringiz bo'layotgan bo'lsa, barcha savollaringizga javob beriladi. Agarda siz o'sha yerda qaror qilasiz va sizga menejerlarim yoki men o'sha xulosamizdan kelib chiqib, kursga o'zi o'qishingiz kerakmi yoki yo'qmi, shuni aniqlaymiz va sizning savollaringizga, barcha savollaringizga javob beriladi. Hozir siz videoni to'xtatib, ro'yxatdan o'ting. Ro'yxatdan o'tishingiz uchun sizga 1 minut vaqt beriladi. Hozir 1 minut ichida ro'yxatdan o'tganingizdan keyin videoga qaytsangiz, men sizga hozir o'rgataman. Sizga va'da qilgan sovg'amni qanday qilib qo'lga kiritish kerakligini sizga birma-bir tushuntiraman. Dars oxirida sizga va'da qilgan bonus sovg'amni olishingiz uchun aynan YouTube'dagi shapka profilga o'tasiz. Aynan shapka profilda link turibdi. Linkni bosib o'tsangiz, srazu sizga sovg'a qilgan darsligim turibdi. Bonus darslikni polni ko'rib chiqishingiz mumkin. Juda ham sizga foydali bo'ladi. Darsliklarni ko'rib chiqqaningizdan keyin albatta o'zingizning insightlaringizni, xulosalaringizni yozib keting. Har bitta siz yozgan kommentariyangizni o'qib chiqaman va menga ham приятно bo'ladi. Men juda ham bu narsadan minnatdor bo'laman va keyingi videolarda ko'rishguncha. Всем пока-пока!